Bexillik kasallikdir. Abdori Muhammed Yusuf. İkinci kısım. Başkalarga yaxşılık qilgan odam uni o'ziga qilgan bo'ladi. Biz berish orqali o'zimizga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Chunki berishdan va beg'ishlashdan keladigan saodatni avval mushu dunyoda yashaymiz. Bunun paydasını dünya ve ahiret görürüz. Kimiki şükür kıladiken fakat özü için şükür kılgan boladı. Kimiki küfürlük kıladiken şeksiz ki Allah hemmedən bihacettir. Medihege layıktır. Yani kimiki başkalarga yaxşılık kılış arqılıq nimetinin şükürsünü ada kıladiken u o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Kimiki bexillik qiladigan u ne'matga tuzkorlik qilib o'ziga ziyon solgan bo'ladi. İnsanning o'ziga yaxshilik qilganligining bir ifodasi shuki, bergan va beg'ishlagan inson bu orqali oldi bilan o'zini xo'sh qiladi. Ondan pul melidan bergan bo'lsa, barkat topadi. Ilmidan bergan bo'lsa, ilmi ziyodlashidi. Vaqtidan bergan bo'lsa, g'animatlik vaqtlar ko'p bo'ladi. Agar inson pul meliga bexillik qilsa, uning barkatini ko'rolmaydi. Ilmiga bexillik qilsa, ilmidan ma'rifat buloqlarini ocholmaydi. Vaqtiga va umriga bexillik qilsa, vaqtidan va umridan ko'zlagan natijalarni qozona olmaydi. Chunki Allah Ta'alaga berishga bexillik qilgan har qanday narsa barakatsizdir. Masalan, vaqtingizdan din va vatan uchun yaxshi ishlarga ozroq bo'lsa-mu chiqim qilmasangiz, Allah Ta'ala sizning vaqtingizni shundoq barakatsiz qilib etadiki, doktorda saqlash, hal bo'lmagan ishingizning orqasidan menish, oddiy bir ishlarga ko'p vaqtingizni sarf qilish degandek natijasiz ishlar bilan vaqtingiz suvdek eqib ketadi. Navoda Allah Taala sizning vaqtingizga barakat ato qilsa, oz vaqt ichida ko'p natijalarni va unutilmas utuqlarni qo'lga keltira olasiz. İmam Nevevi, İmam Şafii ve İmam G'azzoli qatorliq ulamolar vaqtini va umrini Allah Taalaga atash orqali yerim asrga yetmaydigan shu qisqig'ini umri ichida ta qiyomatgacha o'qiladigan qimmatlik asarlarni qoldirish bilan o'zlarining ikkinchi va mangulik umrini yaratdi.